Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda xabarlar. Studiyada Hurmatoy Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi aniqlanadi. Bunday protokolga ikki o'lkaning hukumat vakillari imzo qo'yishdi. O'sh shahrida talabalar yotoqxonasi qurila boshladi. Bu yotoqxona yetishmovchiligini hal qila oladimi? Men oilasidan kvartira qarab yuribman. Bo'lsa o'sha ishchilarga, bizga, studentlarga qiyinchilik yengillik bo'lmoqda. Qorasuvda yong'inda jabrlangan 10 uy qayta tiklandi. Qurilish ishlari eldan yig'ilgan mablag' hisobiga bo'ldi. O'zbek qirg'iz eli shu kuygan uylarga qarab o'zini yordamlarini berdi. Batken oblast kasalxonasiga qo'shimcha binolar kerak. Bo'limlarning yo'l yetishmasligidan betoblar boshqa bo'limlarda davolanishmoqda. Yilning eng ahamiyatli uchrashuvi Oloy bilan Dog'doyning kimisi g'oliblikka yaqinladi. Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasini aniqlash bo'yicha protokol imzolandi. O'zbekiston Tashqi ishlar ministrligining rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, Namangan, Andijon va Farg'ona viloyatlari bilan Qirg'izistonning O'sh, Jalolobod va Botken oblastlari o'rtasidagi 55 chegara hududlari bo'yicha joylarning o'zida tekshiruv ishlari olib borilgan. Natijada protokol imzolanganini O'zbekistonning Tashqi ishlar ministrligi xabar qildi. Hozircha bu uchrashuv bo'yicha Qirg'iziston rasmiylari ma'lumot bermadi. Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi 1378 chaqirimni tashkil qilib, hozirda uning 320 chaqirimi aniqlanmagan. Shu sababli so'nggi yillarda turli kelishmovchiliklar yuzaga kelgan. Bishkek sudi nomer 50 qamoqdan qochganlarni umrbod ozodlikdan mahrum qildi. Bu haqda oqlovchi To'xtoyim Umitaliyeva bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, qamoqdan qochib operatsiya vaqtida yo'q qilingan Altinbek Itibayevni yashirganlikda ayblangan Maqsad Abdurahmanov 4 yilga kuchaytirilgan tartibda turmaga, u yashagan uyning egasi Nursiyat Risbekova 4 yilga yotoq qamog'iga hukm qilindi. Bu vaqtgacha Bishkekning Sverdlov rayon sudi mazkur 3 odamni umrbod ozodlikdan mahrum qilgan. O'tgan yili 12 oktyabrda Chuy oblastining Quyi Navro'z qishlog'ida yashagan nomer 50 turmadan 9 odam 3 nafar xodimni o'ldirib, birini og'ir jarohatlab qochgan. Ularning 5 nafari qo'lga olinib, qochib ketganlarning 3 nafari qo'lga olish operatsiyasi vaqtida yo'q qilingan edi. Edil Abdurahmanovning oyog'iga o'q tegib, tirik qo'lga olingan. O'shda ijaraga uy izlagan talabalarning soni kamaymagan. Bunga o'quv yurtlaridagi talabalar uyining yetishmasligi sabab bo'lmoqda. Masalan, 28 mingdan ortiq talabasi bor O'sh davlat universiteti talabalarini 11%nigina yotoqxonalar bilan ta'minlagan. Bu orada talabalar uchun xususiy yotoqxonalar qurila boshladi. Bu bilan mazkur masala hal qilinadimi? Muxbirimiz bayon qiladi. O'quv yili boshlanganiga 2 oy bo'ldi, lekin olis hududlardan kelgan talabalar orasida hali ham ijaraga yotoqxona izlab yurganlar bor. Masalan, e'lon markazlariga murojaat qilganlarning 80-90% talabalar. O'sh davlat universitetining talabasi Aydana Ermamatova radio markazidan ijaraga beriluvchi uylar bo'yicha bog'lanish raqamlarini yozib oldi. Endi ularning har biriga murojaat qilib, sharoit to'g'ri kelganiga boradi. U o'quv yili boshlangandan beri oliygoh yotoqxonalarga navbatda turib, lekin joylasha olmagan. U bunday vaziyat 2 yildan beri davom etayotganligini aytadi. 5 kun 1 oy kutib qolayotganda, o'shaning uchun men oilasidan kvartira qarab yuribman. Bo'lsa o'sha ishchilarga, bizga, studentlarga qiyinchilik yengillik bo'lmoqda. Qancha so'mdan chiqasizlar demak kvartira? 1,5 ming so'm. Shahardagi eng katta O'sh davlat universiteti talabalarning 11%nigina yotoqxona bilan ta'minlay olgan. Oliygoh bo'yicha jami 28 ming talaba bor. Asosan olis hududlardan kelgan kunduzgi bo'lim talabalarigina qolgan bo'lsa ham, yotoqxonaga muhtoj talabalar rahbariyatga murojaat qilishmagan ekan. Ondan sirtqari kelajakda shu 2-3 oyning ichida Qirg'iz-Xitoy fakultetine dag'i 6 qavatli yotoqxona qurilib bitib o'tadi. 3 oydan keyin beriladi. Ağada şu bir 100 o'rinli yotoqxona bilan qamsiz bo'ladi. Har yilda talabalar orasida yotoqxona muammosi paydo bo'ladi. Hozirda muammo to'liq hal bo'lmagan bo'lsa ham 80 talabaga yashash uchun sharoit yaratildi. Aniqroq aytganda, Yosh tadbirkorlar assotsiatsiyasi Qurmonjon Dodxo deb nomlangan talaba qizlar yotoqxonasini ochdi. 4 qavatli binoda uxlash, dars tayyorlash va dam olish uchun xonalar bor.
Albatta ошол окуунан сырткары булар ошол окуудан келгенден кийин кошумча тарбиялык сабактар менен ошол канткенде ушул таза инсан болобуз, мамлекетибизге, элибизге, журтубузга кызмат кыла алабыз, коомдо үлгүлүү инсан болобуз деген ушул темалардын алкагында уларга биз тарбиялык семинарларды уюштурабыз. Yotoqxonaga oliygohlarning talaba qizlari kelib yashashi mumkin. 80 nafar talabani 4 tarbiyachi nazorat qilib, ularga 2 mahal issiq ovqat beriladi. Shahardagi O'sh davlat ijtimoiy va texnologiya o'quv yurtida talabalarga yotoqxonalar yetishmaydi. Ikki o'quv yurtining ham bittadan yotoqxonasi bor. Mazkur lavhani to'ldirish uchun muxbirimizga savol bersak, Madina aytingchi, o'quv yurtlarining rahbarlari bu masalani hal qilish uchun qanday harakatlarni amalga oshirishmoqda? Hozirda talabalarni yotoqxonalar bilan ta'minlash uchun barcha choralar ko'rilmoqda. Ularning biri, masalan, yotoqxonalarda talabalar uchun qo'shimcha o'rindiqlar ham qo'yilgan. Bir yilda yotoqxonalarda yashash uchun talabalarga 4000 so'mdan 8000 so'mgacha baholanadi. Shu bilan birgalikda hozirdagi 2 oliygoh 300 dan 450 gacha bo'lgan talabalarni yotoqxonalar bilan ta'minlab kelmoqda. Rahmat, dasturimizni davom ettiramiz. Joriy yilda yonib ketgan Qorasuv rayonidagi 10 uy qayta tiklandi. Turar joylarni ta'mirlashga 3 million so'mdan ortiq mablag' sarflandi. Qisqa vaqt ichida qayta tiklashda mahalliy hukumat va homiylarning hissasi katta bo'ldi. Batafsil navbatdagi lavhada. 7 avgust kuni kechki soat 8lar atrofida yong'in sababli 10 uy yonib ketgan edi. Ularning ichidan 2 uy 100% yaroqsiz holga kelgan. Bu uy ana shu uylardan biri. Mazkur uyning egalarining so'zlariga ko'ra, yong'in vaqtida hujjatlarning hammasi yonib ketgan. Hozirda uylar fuqarolar yordamida to'liq ta'mirlandi. O'tiradigan bitta ham uylarimiz qolmadi, hammasi kuydi. Hali ichidagilarni ham ololmay qoldik tez yonganidan. Endi hozir ashi uyimizni ashi bo'yicha hammasini bitkizish berdi. Juda chiroyli qilib qurish berdi. Hammasini elimizga rahmat, yurtimizga rahmat. Uylarni qayta tiklashda yordam berishni xohlagan homiylar uchun maxsus hisob ochilib 3 million so'mdan ortiq pul yig'ilgan. Bu mablag'ni bo'lishtirishga 14 odamdan tashkil topgan komissiya jalb qilinib, jabrlangan uylarning kategoriyasiga qarab pul ajratilgan. Undan ortgan mablag'ni kam ta'minlanganlarga moddiy yordam sifatida berilgan. Har kim o'zining qo'lidan kelgan yordamini berdi. Aldın içinde biz de şu SDBK partiyası, anan men deputat qatori o'zimizning salımımızı qo'shib, bugün şu yaxshilik shinasida şu bir Xudoy o'tkirib, elni chaqirib kirgizib o'tamiz. Shtab tuzildi. Shu shtabda boshlig'ini el meni qo'ydi. Shu kundan boshlanib 2 el, O'zbek Qirg'iz eli shu kuygan uylarga qarab o'zini yordamlarini berdi. Har bir uyga ta'mirlash uchun o'rtacha hisob bilan 400 ming so'm atrofida pul sarflandi. Asosan yong'inda 8 turar joy jabrlanib, 50% dan 100% gacha yonib ketgan. 2 uy yong'inda yengil jabrlanib, katta chiqim bo'lmagan. Bugun uylarning barchasi bitirilib, uning ochilish marosimiga shahar kengashining deputatlari, Qorasuv rayoni hokimi va yashovchilar ishtirok etishdi. Unda qirg'iz-o'zbek millatining totuvligini mustahkamlash maqsadida dasturxon yozildi. Umumiy 400 ga yaqin el bir dasturxon ustida yaxshi niyatlar qilib Qur'on o'qildi. Uylar bitib, bundan oshgan aqchalarda bu yerdagi kam ta'minlangan ellarga berildi. O'shanday bo'lib bir 57 odamda uyiga shu kam ta'minlangan odamlarga 20 ming, 10 ming, 15 ming so'mdan elga tarqatildi. Elga rahmat. Ikki elning intifoqligiga rahmat. Eslatib o'tsak, yong'in Qizil qishloq hukumatining Navoiy bilan Shavkat ko'chasining kesilishida sodir bo'lgan. Yong'in sabablari tekshiruv vaqtida ham aniqlangan emas. Batken oblast birlashgan kasalxonasida kardiologiya, urologiya va okulistlar uchun maxsus bo'limlar yo'q. Bemorlar terapiya va xirurgiya bo'limida davolanadi. Buning ustiga qo'shimcha tibbiy uskunalarning yo'qligi ham muammo yaratmoqda. Masalan, tomografiyaning yo'qligi sababli bemorlar O'shga yoki poytaxtga borishadi. Oblast kasalxonasidagi muammolar bilan muxbirimiz tanishtiradi. Ma'lumotlarga ko'ra, oblast kasalxonasiga bir kunda yurak kasalliklari bilan 60 ga yaqin kishi murojaat qiladi. Lekin kasalxonada yurak kasalliklarini davolovchi kardiologiya bo'limi yo'qligi sabab bemorlar nevropatologiya, endokrinologiya bo'limlari bilan birga terapiya bo'limida davolanishadi. Shifokorlarning so'zlariga ko'ra, bemorlar soni ko'payib ketgan vaqtda koridorga yoki boshqa bo'limlarga yotqizishga majbur bo'lishadi. Shuningdek, yurak kasalliklarini tekshiruvchi uskunalarning yo'qligi ham muammo yaratmoqda. Bizda hozir echo kardiografiya degan yo'q. Boshqa rayonlarda va ko'ndala bor echo.
eko degan yurak tekshiruvchi UZIga o'xshagan apparat borda, paroqtorni bilib, ana shunda apparatimiz yo'q, совсем. Andan keyin elektrokardiogram bor, biroq az bor, o'rgan yetishtirib ko'pchilik nimalar so'sutlar tekshiruvchi kardiomiz yo'q. Bu kabi vaziyat urologiya va ko'z kasalliklarini davolash tarmoqlarida ham kuzatiladi. U yerdagi bemorlarga xirurgiya bo'limidan xona ajratilib joylashtirilgan. Urologiya mutaxassislarining so'zlariga ko'ra operatsiya qilishga imkon bor, shu bilan birga tajribalar ham yetarli, lekin ular maxsus xonalarga muhtoj bo'lishmoqda. Naborda keda biksiz yetishmay qoladi. Operatsiya bo'lganda instrumentlarni boshqa joqda sterilizatsiya etib kelib ko'pchilik operatsiya bo'lib qolganda planli operatsiyalarda ortga surib qoladi. Botken Obas birlashgan kasalxonasi 1980-yilda Botken rayoni bo'lgan vaqtida qurilgan. Bugungi kunda 270 o'rin bo'lib, Obas kasalxonasi deyilgan bilan bemorlardan qabul qilishda sharoitlar yo'q. Masalan, xirurgiya, urologiya va siniq jarohatlari bo'limi bemorlarga bir xonada operatsiya qilinadi. Keyin больницаларда shu bir-ikki o'ntasini operatsion anesteziyolog. Kasalxona 6 yil avval Obas kasalxonasi deyilib, ayrim uskunalar bilan ta'minlangan bo'lsa ham, aniq bir o'zgarishlar bo'lmagan. Kasalxona rahbari Nurlan Saliyevning so'zlariga ko'ra, agar qo'shimcha bino qurilib, kerakli apparatlar olinsa, bemorlarni boshqa hududlarga yubormasdan davolashga sharoit yaraladi. Bu bizdeki hazır областной уровень bo'lganda, bizdeki вторичный уровень, bizde bütün отделениялар qamsiz bo'lish kerak-da. Bizde oblast bo'yicha barini qamtish kerak. Biz birovini bir yoqqa jo'natish kerak emasmiz. Bir korpus qurilib kengaytirish uchun. Bu yerda 3 gektardan oshiq yer bor ekan. Andan chiqarib poliklinikasi, TC ham. Anda 1 gektardan oshiq yerda turadigan o'shaga bu yerga dag'in qo'shimcha korpusni qurganga mumkinchilik bor ekan. Tomografiya bo'limi bemorlari O'sh shahri yoki Bishkekka nazoratga borishga majbur. Buyrak ishlamay qolgan vaqtda yordam beruvchi gemodializ apparati yo'qligi sabab Obas bo'yicha 85 kishi O'sh va Bishkekka murojaat qilishga majbur. Oddiy rentgenga tushish uchun esa 2-3 soat navbat kutishga to'g'ri keladi. Obas rahbari Abish Xalmurzayev vaziyat bilan tanishib, qo'shimcha bino qurish zaruriyati bor ekanligini aytib, uning murojaatida yaqin kunlarda kasalxona qurish rejaga kiritiladi. Batkenda giyohvand moddalarni noqonuniy saqlagan fuqaro qo'lga olindi. Uni qo'lga olish vaqtida fuqaroning yonida 6 kilogramm og'irlikda gumonlangan qopcha topilgan. O'lkada bugun yana qanday voqealar yuz berdi? Muxbirimiz tayyorlagan rubrikada ko'rasiz. Laylak rayonining Isfana shahridagi mehmonxonalarning birida noqonuniy giyohvand modda saqlab yurgan fuqaro qo'lga olindi. Ichki ishlar xizmat xodimlarining tergov ishlari natijasida qo'lga olingan fuqaro Tojikistonning Gisar rayonining 39 yoshdagi yashovchisi ekanligi aniqlandi. U qo'lga olingan vaqtda yonidan 6 kilogramm giyohvand moddasi bor shubhali qopcha topilgan. Ekspertizaning natijasida shubhali modda 4 kilogramm 481 gramm gashish va 1 kilogramm geroin ekanligi aniqlanib, hozirda tergov ishlari olib borilmoqda. Tajikistonlik jarandan bolжол менен салмагы 6 килограмм 365 грамм баңгизатка окшогон зат кармап алышкан. Бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, учурда тергөө амалдары жүрүүдө. O'sh obasida yana bir zamonaviy maktab foydalanishga topshirildi. Moda qishloq hukumatiga qarashli Chag'ir qishlog'idagi maktab qurilishi yakunlanib, bugun qizil tasmasi qirqildi. Shabi Jumayevning nomi berilgan maktab ochilishiga Jo'g'ri Kengashning deputatlari va mahalliy hukumat vakillari ishtirok etib, maktab rahbariyatiga sovg'alar topshirildi. Maktab 320 o'ringa loyihalashtirilib, xonalar zamonaviy tarzda tayyorlangan. Maktab davlat g'aznasi tomonidan ta'minlanib, qurilish ishlari 2012-yili boshlangan. Umumiy smeta narxi 53 million so'mni tashkil qildi. Mектеп to'liq texnikalik zamonbop xarajatlar bilan, yaxshi mebellar bilan qamsiz bo'lgan. 320 o'ringa ыңгайлаштырылган ушул ак жолтой мектебибизде учурда 860 o'quvchi bilim olishuvda. Dasturimizni xalqaro yangiliklar bilan davom ettiramiz. O'tgan hafta oxirida Qozog'iston Senati Tojikiston bilan strategik hamkorlik to'g'risida shartnomani ratifikatsiyaladi. Strategik hamkorlik to'g'risida hujjatga ikki o'lka o'tgan yilning 14-sentyabrida Nursulton Nazarboyevning Dushanbega bo'lgan rasmiy safari davomida imzolagan. Qozog'iston Senati matbuot xizmatining rasmiy bayonotida hududda bir-biriga qarshi kuch qo'llanishdan saqlanish va boshqa o'lkaning suverenligini bilan hududiy yaxlitligiga xavf soluvchi shartnomalarni tuzmaslik majburiyati to'g'risida aytiladi.
Bryusselda o'tgan yig'inda Germaniya bilan Avstriya Yevropa o'lkalariga muhojirlarni qabul qilishdagi nazoratni uzaytirishni taklif qildi. Ular muhojirlar oqimi o'lka hududiga xavf solayotganini aytib, Yevroittifoqni noyabr oyida yakunlanuvchi kuchaytirilgan tartibni yana uzaytirishga chaqirdi. Germaniya bilan Avstriya Yevropa o'lkalariga muhojirlarni qabul qilishda kuchaytirilgan chegara kuzatuvini davom ettirish taklifini bildirmoqda. Mavjud kuchaytirilgan tartib esa noyabr oyining o'rtasida yakunlanadi. Ma'lumot o'rnida aytsak, o'tgan yili bir yil mobaynida 3 milliondan ortiq muhojirlar Yevropa o'lkalariga kelib, iqtisodiy tengsizlikni vujudga keltirishgan. Qochqinlar oqimini bartaraf etish uchun Avstriya, Germaniya, Shvetsiya, Daniya va Vengriya chegarasida kuzatuvni kuchaytirilgan. Grenzkontrollfreien Raum innerhalb Biz Schengen zonasına qaytqыбыз kelет. Chegaralarda qo'pli ko'rinishlardan jadadiq. Kuchaytirilgan ko'zo'molni uzartdi. Baribuz uchun yaxshi deb aytar edim. Bu masalada bayonotni Germaniyaning ichki ishlar vaziri Bryusseldagi yig'ilishda aytib chiqdi. Bunga qadar aytilgan Schengen maydonini tashqi tomonida ozodlik o'rnatish rejasi hozircha noma'lum. Ich glaube, man muss einfach den Blick Barına realda qarashimiz kerak. Gretsiyada 50 mingdey migrant bor. 15 noyabrga chayin chegara masalasi chechilib, sistema qalbına kelishini ko'zim jetpeydi. O'shanduktan ko'zo'molni uzartib kerak, je boshqa qadamlarni qarab chiqish zarur. Yevrokomissiyaning raisi yil yakuniga qadar Schengen maydonini me'yoriy funksiyalashtirish istagini bildirdi. Muhojirlarning soni kamayganiga qaramay, chegara kuzatuvi o'z kuchida qolishini bildirdi. Ta'kidlab o'tsak, G'arbiy Yevropa davlatlari muhojirlarni joylashtirish kvotalarini qabul qilishni rad etmoqda. Qochqinlar o'lka uchun xavfli bo'lib, diniy va madaniy jihatdan turli qiyinchiliklar paydo qilishini aytishmoqda. Londonda har yili o'tuvchi shokolad ko'rgazmasi bo'lmoqda. Unda ishtirokchilar podiumga shirinliklardan yasalgan kiyimlarda chiqishni urfga aylantirishgan. Tadbirning sharti kiyimlarning har biri turli ko'rinishda yasalib, ular faqat shokoladdan tayyorlanishi kerak. Mana sahnaning haqiqiy malikasi shunday ko'rinishda bo'ladi. Yong'oqlardan yasalgan korset va 24 karat toza shokoladdan yasalgan skipter. Londonda har yili o'tuvchi shokolad ko'rgazmasi boshlandi. Bunda shirinlikli kiyimlarda moda ko'rsatish urfga aylanib qolgan. Joriy yildagi tadbir esa kuz deb nomlanadi. Ko'rgazmaga qo'yilgan buyumlarning barchasi shokoladdan yasaladi. Ko'rgazma sharti kostyumlarning bitta va ikkitasi shokoladdan yasalishi shart. Ammo bunday kiyimlarni uzoq vaqt kiyib bo'lmaydi. Ma'lumki, shokolad issiqda erib ketadi. Shou tashkilotchisi mazkur tadbirni boshlashga shirinlikning dress deb nomlangani sabab bo'ldi. U ingliz tilidan tarjima qilinganda libos deganini anglatadi. Tattунун сыртына капталган кагазда көйнөк деген жазуу бар эле. Мына ошондон шоколадтан кийим жаратуу идеясы жаралды. Муну чыныгы искусство дейт. Таттуулардан дагы көп нерсе жаратса болот. Bu mavsum trendi o'zgacha lazzatga ega. Russell Pullandning shokoladida kutilmagan hodisa ro'y berdi. Uning mehnatida garchitsa ta'mli shirinlik va limon ta'mli shirinlik qo'shilgan. Uning aytishicha, mazkur qo'shilmalar sovuqda iliqlik baxsh etadi. Мында сүт кошулмасынан жасалган шоколад мейиз даамын сезесиң. Андан кийин кычкыл каринин даамы билинет. Ko'rgazmada Rojdestvo ko'rinishi ham namoyish etildi. Kelgan mehmonlar uchun turli archalar bezatilgan. Har bir tomoshabin tatib ko'rish bilan birga shirinliklardan uyga olib ketish imkoniyati ham mavjud. 18-19 oktyabrda O'sh, Jalolobod, Botken oblastlarida yog'ayotgan yomg'ir qorga aylanishi mumkin. Chuy, Talas, Issiqko'l, Norin oblastlarining dehqonchilik hududlarida va tog'li rayonlarda qor yog'ishi ehtimoli bor. G'arbdan esgan shamolning tezligi soniyasiga 18-23 metrga yetadi. Dasturimizni sport xabarlari bilan davom ettiramiz. Qoidasiz kurashda g'alaba qirg'izistonliklar tomonida bo'ldi. GFC musobaqasiga umumiy 7 davlatdan ishtirokchilar kelib, o'lka nomini 13 sportchi himoya qildi. Bu safar qoidasiz kurash birinchi marta qizlar orasida ham o'tib, Qirg'iziston nomusini ayollar ham himoya qilishdi. Sportchilarimiz musobaqada qanday sovrinlarni qo'lga kiritishdi, navbatdagi lavhada ko'rasiz. Ko'pdan beri kutilgan bellashuv, eng yaxshi bokschilar o'z muxlislarini sport maydoniga to'pladi. Kecha soat 18:00 da boshlanish kerak bo'lgan musobaqa 1 soat kech boshlanib, muxlislarni xavotirga soldi. Musobaqa qirg'izistonlik Avazbek Jo'rabekov bilan o'zbekistonlik Ravshanbek Arpiyev uchrashuvi bilan boshlandi. Raundlar natijasi bilan Avazbek Jo'rabekov g'olib bo'ldi.
Uchrashuvlar muxlislarning qo'llavi bilan davom etib, ikkinchi bo'lib 84 kg vaznda dagestonlik Ramazan Muqtarov bilan Edilbek Shakirmamatov kuch sinashdi. Natijada muvaffaqiyatga erishgan Edilbek muxlislarni quvontirdi. Ketma-ket qo'lga kiritilgan g'olibliklardan keyin omad rossiyaliklarga kulib boqdi. 84 kg vaznda bellashuvga chiqqan Nikolay Shapulinskiy birinchi raundda qirg'izistonlik Beksultan Umirzaqovning ustidan g'olib bo'ldi. 77 kg vaznda Gruziyadan kelgan Georgiy Kekelya bilan qirg'izistonlik Nurbek Saparaliyev bellashib, 3 raund natijasida Nurbek Saparaliyev g'oliblikni qo'lga kiritdi. Janibek Amatov bilan qozog'istonlik Miras Shantasovning bellashuvi qizg'in tus olib, afsuski bu safar g'oliblik Miras Shantasovga nasib etdi. Ilk marotaba qizlar orasida o'tgan musobaqaga Qirg'iziston nomidan 61 kg vaznda Barchinay qozog'istonlik Aqbobek bilan kuch sinashdi. Natijada Barchinay raqib ustidan g'olib bo'ldi. Күчтүү кыз деп эле билгем. Себеби ал чемпион Казакстана. Ошого карата биз даярдандык. Мен даярдаган агайларга ыраазычылыгымды билдирип кетем. Kunning asosiy bellashuvi Daniyar Babaqulov bilan rossiyalik Artyom Reznikovning uchrashuvi bo'ldi. Qoidasiz kurashda muxlislar zal bilan to'lib, o'yin birinchi bo'limida yaxshi boshlandi. Ikki polvon qoidalar bo'yicha imkon boricha g'olib bo'lishga harakat qilishdi. Natijada g'oliblik Daniyarga nasib etdi. U 4-raundda texnik nokaut bilan raqibini mag'lub etdi. 4-й раунд, в принципе, я пытался сбить с ног, тыкдам сделать. Албетте Данияр күчтүү экен, мелдеш кызуу болду. Алгачкы беттеште жеңилбөөгө аракет кылып, акыркы раундтарда чарчап калдым. Жыйынтыгында колумду оорутуп алдым. Күчү өтө көп. Мен туруп кетем деп ойлодум эле, турганга күчүм жетпеди да. Ошол физически күчтүү дегенде эле ошондой эле болуп чыкты. Күрөшү жакшы. Uchrashuvlar Qo'shamqul nomidagi sport maydonida o'tib, o'yin natijasida umumiy g'olib 10 ta bo'ldi. Shunday qilib, ko'pdan kutilgan chempionlik kamarini Daniyar Babaqulovga nasib etib, mamlakatga yana bir g'oliblikni olib berdi. Madina Ulug'bek qizi, Gulzara Baqayeva, Jembek Sag'naliyev, Intimaq, Bishkek. O'tgan dam olish kunlari futbol bo'yicha Qirg'iziston top ligasining navbatdagi turi bo'lib o'tdi. Unda o'lka chempioni Oloy O'shdagi Ahmadbek Suyunbayev stadionida Bishkekning Dordoy jamoasini qabul qildi. Bu uchrashuvda qaysi jamoa g'olib bo'lsa, chempion bo'lishga imkon tug'iladi. Sababi shu turda 35 dan ball to'plagan Oloy bilan Dordoy birinchi o'rinni bo'lishib kelmoqda. Ularning qaysi biri g'oliblikka yaqinlashdi? Muxbirimiz hikoya qiladi. Mazkur bosqichdagi eng ahamiyatli uchrashuvda Olay jamoasi o'z maydonida hujumchi Aliya Sila va himoyachi Tursunal Rustamovsiz o'yin o'tkazdi. Sababi Aliya 2 sariq kartochka olgan bo'lsa, Tursunal Rustamov Livan bilan bo'lgan uchrashuvda jarohat olgan. Shuningdek, Dordoy ham uchrashuvda asosiy tarkibdagi Anatoliy Vilasichev, Daniel Tego, Tette David va Almaz Murzaliyev yo'q o'yin o'tkazdi. Birinchi bo'limda ikki jamoada ham xavfli vaziyatlar yuzaga kelgan bo'lsa-da, gol bo'lmay hisob 0-0 bo'ldi. Ikkinchi bo'limda jamoalar yuqori tezlikda boshlab ketma-ket hujumlarni amalga oshirishdi. Masalan, Aliya Silaning o'rniga o'yinga tushgan Solomon Teyke darvozabon bilan birma-bir chiqib qulay vaziyatni qo'ldan boy berdi. 90-daqiqada Olay himoyachilari o'yin qoidasini buzgani uchun bosh hakam 11 metrlik jarima to'pini belgiladi. To'pni Islom Shamshiyev darvozaga yo'llab hisobni ochsa, 94-daqiqada o'yindagi ikkinchi penalti yaratildi. Unda Dordoy futbolchilari o'yin qoidasini buzib, Olayning o'yinchisi Maqsad Alimov jamoani mag'lubiyatdan saqlab qoldi. Bizga poteriyalar oldu-da, жоготуу oldu desek bo'ladi. To'rlik менен deydi. Ana hem yaş ballar oynadı, жаңы балдары бар. Жакшы ойноп берди балдар. Өзүңүздөр көрөсүздөр, бул элдин баардыгы көрүп турат, калыстык жактан баардыгыбыз эле нааразыбыз. Бул пенальти болгон себеби ооба, мен бул жерде 2 пенальти койгон себебинен мен толук калыс менен биргемин. O'tkazilgan turdan keyin 36 ball bilan Alay Dordoy alg'a birinchi o'rinda kelishmoqda. Agar Alay jamoasi oldindagi uchrashuvlarning barchasida g'oliblikni qo'lga kiritsa, ikkinchi marotaba davlat chempioni bo'ladi. Bugun muxbirlarimiz tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Kuningiz osuda o'tsin. Xayr-omon bo'ling.